Tadbirkorlikda narx siyosati haqida eshitganmisiz? Bozorga qanday narx bilan kirish kerakligini bilasizmi? Shunga o'xshagan ma'lumotlarni bilish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Biznes qaysi maqsadni ko'zlaganiga qarab narxlar har xil qo'yiladi. Odatda siz bilan biz bilgan narx bu xarajatlardan kelib chiqadigan narx qo'yish. Biz ma'lum bir xarajatlarni qilib bo'lgandan keyin, tovar va xizmatlarimiz yaralgandan keyin uning ustiga ozroq qiymatni yoki ko'proq qiymatni qo'yib, biz o'z narximizni shakllantiramiz. Bu xarajatlar asosida narx shakllantirishga kiradi. Lekin narx siyosatida bundan ko'ra farqliroq juda ko'plab turlari bor. Biz ularning ba'zan birini, ba'zan bir nechtasidan teng foydalanishimiz mumkin. Misol uchun siz bozorga qimmatbaho tovar bilan kirib borayotgan bo'lsangiz, bu premium narxlash hisoblanadi va u narxsiz iloji yo'q. Arzonroq qo'yib qo'ysangiz, sizni premium klassdagi xaridorlar tan olishmaydi. Differensial narxlash bu segmentatsiya uchun kerak bo'ladi. Ya'ni, misol uchun ekonom klass, biznes klass degandaqa narx yaratish. Penetratsiya narxlari bo'ladi. Penetratsiya narxi odatda siz o'ylagandagidan ko'ra, hattoki sizga daromad keltirmaydigan holatda bo'lsa ham, bozorga kirib borish narxi shakllantiriladi. Bunda siz mijozlarning ishonchini qozonib bo'lganingizdan keyin sekin-sekin narxingizni oshirib borishingiz mumkin. Mijozlar sodiqligini oshirish maqsadida har xil aksiyalar uyushtirilganda qo'yiladigan narxlar yoki bo'lmasam psixologik narxlar bo'lishi mumkin. Psixologik narxlar, misol uchun 100 ming emas, 99 ming odatda sotib olayotgan mijozga arzonroq tuyulishi mumkin. Mening nazdimda tadbirkorlarni qiyinchilikdan qutqaradigan bitta narx siyosati bu omborlarni tozalashga qaratilgan, mijozlarga tezroq muddati o'tib ketayotgan yoki qolib ketayotgan yoki sotilmay qolayotgan tovarlarni sotish uchun qaratilgan narx siyosati. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, siz qaysi etapdaligingizga qarab tanlab olishingiz kerak bo'lgan narx siyosati bor. Siz bozorga qanday narx bilan kirib kelishni bilmayotgan bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Biz sizga o'z amaliy ko'magimizni